kuni katta ustozlardan birining huzuriga bir yigit savol so'rab kelib, 4 ta farzandi borligi, oila tebratishda qiynalayotgani, topish tutishiga ayolining qanoat qilmasligi va buning oqibatida oilada turli xil nizolar, kelishmovchiliklarga duch kelayotganini bahona qilib ajrashishga qasd qilganini aytibdi. Ustoz unga: "To'xta, hozir sen menga o'zingni xotining haqida gapirdingmi yoki mening xotinim haqida gapirdingmi?" debdi. Yigit hayron bo'lib ko'zlarini katta-katta ochib, baqadek qotib qolibdi. Ustoz yana aytibdi: "Bilasanmi, hamma ayollar, xotinlar shunday bo'ladi. Sen yaxshisi ajrashma, bolalaring uchun yasha, ularning ta'minoti, tashvishini qil" debdi. Va yana boshqa kerakli nasihatlarni qilib, oilasining huzuriga jo'natib yuboribdi. Aslida ustozning ayoli yuqorida zikr qilingan qanoatsiz ayol kabi emas edi. Aksincha, ustozning ayoli soliha ayol edi. Lekin ustoz yigitning oilasini saqlab qolishda ushbu hikmatli yo'lni tutdi va oilani saqlab qolishga erishdi. Azizlar, kimdandir nima uchundir maslahat so'rashda ehtiyot bo'ling. Maslahat yoki savol so'raganlarga javob berishda esa ularning holatini hisobga olib, dardiga sherik bo'lib, hikmat bilan javob berilsa, nazarimda muvaffaqiyatga tezlikda va osonlikda erishiladi.